paxta chegillash vaqti bo'lardi-da, har svet o'chganda serialni yarmiga kelib hamma so'kib qolardi, svet o'chardi. Biz endi onam hammamizni etagimizga bir to'plam paxtani otardi, shu svet yonguncha chegalla. O'sha paytda endi dadam chegillashni yomon ko'radilar, lekin onamdan baribir vazifa tushardi dadamga. Shuning uchun dadam nimadir qilib qochib nimadir qilishlari kerak edi va qo'llariga gazeta tushib qolardi. Gazetada bizga hikoyalar o'qib berardilar. Keyin gazetani hamma hikoyasini o'qib bo'lgandan keyin svet juda ko'p o'chadi-ku. Bu degani hikoyalar ham tugaydi. Keyin dadam o'zlarining hikoyalariga o'tardilar. Bobolarini, hayotidagi qiziq voqealar, mani asl hikoyalarim, asl jasoratim, asl ilmim aslida o'sha dadamni bizga aytib bergan hikoyalardan boshlangan deb o'ylayman. Ildiz shu yoqda otilgan, paxta chegillayotgan paytimda otilgan. Men dadamga qiziqib, paxtani qanday chegallab qo'yganimni bilmasdim va har safar svet o'tishini kutardim men.